Menga ko'pincha yozishadi. Vdруг menda psixoz. Men Gulhayo Komilova Xatirova, vrach, psixiatr, psixoterapevt. Bugun sizlarga psixoz nimaligini aytib bermoqchiman. Psixoz bu aslida real hayot bilan aloqani buzilishi. Bu holatdagi inson atrofida bo'layotgan voqea hodisalarni to'liq anglamaydi. Bundan tashqari u aslida yo'q bo'lgan xavfni his qilishi mumkin va qanaqadir ovozlarni ham eshitishi mumkin va yo'q narsalarni ham ko'rishi mumkin. Agar siz bilan nimadir noto'g'ri bo'layotganini, ne to'g'ri bo'layotganini sezayotgan bo'lsangiz, his qilayotgan bo'lsangiz, bu haqida ikkinchi insonga bo'lisha oladigan holatda bo'lsangiz, demak sizda psixoz emas, balki nevroz holati ketyapti. Nevrozni davosi bor. Dorilarsiz, qadamma-qadam, to'g'ri tanlangan psixoterapiya bilan. 15-may kuni meni 2 oylik psixoterapevtik kursim boshlanadi. Sotsial fobiya. Bu kurs kimlar uchun? Bu kurs panikadan azob chekayotgan, doimiy ichki psixoemotsional zo'riqish bilan yashayotgan va hayotida nazoratni yo'qotib qo'yishdan qo'rqayotgan insonlar uchun. Siz aslida aqldan ozmayapsiz. Siz bilan bo'layotgan barcha holatlarni tushuntirish mumkin va ularga yechim berish mumkin. Qabul ochildi. Izohlarda kurs so'zini yozib qoldiring va biz siz bilan birgalikda bu yo'lni boshlaymiz.